Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz juda og'riqli va muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men sizga hech kim eshitishni xohlamaydigan, ammo har bir inson ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon yetganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan haqiqatni aytishim shart. Siz umringiz davomida mehnat qildingiz, yillar davomida pensiya jamg'armasiga hissa qo'shdingiz. Endi esa keksaligingizni xotirjam o'tkazishni orzu qilasiz. Ammo men sizga dahshatli haqiqatni aytishim kerak. Ko'pchilik pensionerlar uchun kelajak kutilgandan ancha murakkab bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu haqiqatga tik boqishga chaqiriqdir. Bu videoda men sizga nima uchun bunday bo'lishini, qanday xavflar kutayotganini va eng muhimi, o'zingizni va oilangizni himoya qilish uchun hozirdan qanday choralar ko'rishingiz mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot kritik ahamiyatga ega va har biringizga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga muhim ma'lumot yetkazishga yordam beradi. Muammoning asosiy sababi avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalgi davrlarga nazar tashlaylik. Sovet ittifoqi davrida pensiya tizimi boshqacha tamoyillarga asoslangan edi. O'sha paytda davlat har bir fuqaroning ta'minlanishini kafolatlar edi. Pensiyalar tizimi ishlaydigan, aholining soliq to'lovlari hisobidan moliyalashtiriladi va demografik vaziyat hozirgidan ancha qulay edi. Ya'ni ko'plab ishlaydigan yoshlar nisbatan kamroq pensionerlarni ta'minlar edi. Iqtisodiyot markazlashgan bo'lib, inflyatsiya darajasi hozirgiga nisbatan ancha past va nazorat ostida edi. Odamlar o'z pensiyalari kelajakda ular kutgandek bo'lishiga ishonardi. Bu davrda nafaqaxo'rlar o'zlarini davlat himoyasida his qilar. Asosiy ehtiyojlari qondirilishiga ishonchi komil edi. Minimal pensiya miqdori ham o'sha davrdagi hayot tarziga mos ravishda yetarli deb hisoblanardi. Misol uchun, o'sha paytda bir pensionerning o'rtacha pensiyasi oddiy oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va dorilar uchun yetarli edi. Hatto ba'zida yoshlariga yordam berishga ham imkon bo'lardi. Ammo mustaqillik yillaridan keyin vaziyat keskin o'zgardi. Bozor iqtisodiyoti o'tish, iqtisodiy islohotlar, jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlar va eng muhimi demografik vaziyatning yomonlashishi pensiya tizimiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda ishlaydigan aholining soni pensionerlar soniga nisbatan kamayib bormoqda. Odamlar uzoqroq umr ko'rmoqda, bu esa pensiya tizimiga tushadigan yukni oshiradi. Bundan tashqari, norasmiy bandlik, qo'lga naqd pul olib ishlash darajasi ham yuqori. Bu esa pensiya jamg'armasiga tushumlarni kamaytiradi. Ko'plab odamlar o'z maoshlarining bir qismini rasman ko'rsatmaydi yoki umuman yashirin iqtisodiyotda faoliyat yuritadi. Natijada pensiya to'lovlari kamayadi. Eng katta muammolardan biri bu inflyatsiya. Har yili mahsulotlar va xizmatlar narxi oshib boradi, ammo pensiyalar har doim ham inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshmaydi. Bu degani, sizning pensiyangizning xarid qobiliyati doimiy ravishda pasayib boradi. Aytaylik, bugun siz 2 million so'm pensiya olasiz va bu pulga ma'lum miqdorda mahsulot sotib olasiz. Ammo bir yildan keyin agar inflyatsiya 15% bo'lsa, sizning pensiyangiz nominal jihatdan 2 million so'm bo'lib qolsa-da, uning real qiymati 7 million so'mga tushib ketgan bo'ladi. Ya'ni siz bir yil avvalgi mahsulotlarning 15%ni sotib ola olmasligingizni anglatadi. Bu oddiy matematikaga o'xshaydi, lekin u bizning har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasidagi xarajatlar ham keskin oshdi. Ilgari tibbiy xizmatlar asosan davlat tomonidan qoplanar edi. Hozir esa dorilar narxi, tibbiy muassasalardagi xizmatlar narxi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Pensiya yoshidagi odamlar uchun bu juda katta yuk. Chunki ular yoshi bilan ko'proq tibbiy yordamga muhtoj bo'lishadi. Bularning barchasi pensiya tizimini mustahkamlashni va har bir pensionerning kelajakni o'ylab harakat qilishini talab qiladi. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kim tashvishlanmasligi kerak? Keling. Endi kimlar ayniqsa tashvishlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu tahlil sizga o'zingizning shaxsiy vaziyatingizni baholashga yordam beradi va kelajakdagi qadamlaringizni aniqlash uchun asos bo'ladi. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz quyidagi kategoriyalardan biriga kirsangiz, kelajak uchun jiddiy reja tuzishingiz shart. 1. Faqat davlat pensiyasiga ishonganlar. Agar sizning yagona daromad manbaingiz davlat tomonidan to'lanadigan pensiya bo'lsa,
siz juda katta xavf ostidasiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, inflyatsiya sizning pulingizning qadrini doimiy ravishda pasaytiradi. Pensiya oshirilganda ham bu ko'pincha inflyatsiyadan o'rta qoladi. Sizning pensiyangiz ehtimol faqat eng asosiy ehtiyojlaringizni oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, eng arzon dorlar qondirishga yetadi va kutilmagan xarajatlar butunlay giyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Real hayotdan misol bir Ahmad aka 65 yoshda butun umr zavodda ishlagan. Uning pensiyasi bugungi kunda 2 million so'm. Afsuski, Ahmad akaning farzandlari chet elda ishlaydi va o'zlarini zo'rg'a ta'minlaydi. Shu sababli otasiga muntazam yordam bera olmaydi. Ahmad akaning o'zi surunkali kasalliklarga chalingan va har oy dorilarga kamida 600 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar uchun 400 ming so'm ketadi. Demak, unga oziq-ovqat va boshqa zarur ehtiyojlar uchun atigi 800 ming so'm qoladi. Bu degani, Ahmad aka har kuni qanday qilib kun kechirish haqida o'ylaydi. Har bir tiyini tejaydi. Uni o'ziga yaxshi kiyim sotib ololadi. Na biror joyga sayohat qila oladi. Hatto mehmondorchilikka borishga ham qiynaladi. Kutilmagan bir o'rta yirik xarajat, masalan muzlatkich buzilsa, u uchun katta fojia bo'ladi. Chunki jamg'armasi yo'q. Uning hayoti doimiy tejash va qiyinchiliklar bilan o'tmoqda. Sog'lig'i yomonlashgan yoki surunkali kasalliklarga chalinganlar. Yosh bilan sog'liqqa e'tibor yanada kuchayadi. Agar sizda doimiy davolanishni talab qiladigan kasalliklar bo'lsa, tibbiy xarajatlar pensiyaning katta qismini yutib yuborishi mumkin. Davlat tibbiy xizmatlari barcha ehtiyojlarni qoplamasligi mumkin. Xususiy klinikalar esa qimmat. Bu holatda sizning budjetingizga tushadigan yuk juda katta bo'ladi. Ayniqsa, agar biror joyda operatsiya qilish zarur tug'ilsa, bu holat oilaviy budjetga katta zarba beradi. 3. Jamg'armasi yo'qlar. Qora kunlar uchun hech qanday jamg'armasi yo'q bo'lsa, har qanday kutilmagan vaziyat kasallik, maishiy texnika buzilishi, favqulodda ta'mirlash kabi muammolar sizni chuqur moliyaviy tanglikka olib keladi. Jamg'arma sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun asosdir. 4. Farzandlari yoki qarindoshlardan yordam kutmaydiganlar yoki kuta olmaydiganlar. Garchi O'zbekistonda oilaviy qadriyatlar kuchli bo'lsa-da, ba'zida farzandlar o'z oilalari bilan, o'z muammolari bilan band bo'lishi mumkin yoki ota-onalarga yordam berishga imkoni bo'lmasligi mumkin. Bu esa pensionerlarni juda noqulay ahvolga solib qo'yadi. Farzandlarning o'z moliyaviy ahvoli yoki ularning boshqa majburiyatlari tufayli sizga yordam bera olmasligi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. 5. Qishloq joylarda yoki uzoq hududlarda yashaydiganlar. Shunday joylarda tibbiy xizmatlarga, bank xizmatlariga, hatto yangi daromad manbalarini topishga bo'lgan imkoniyatlar cheklangan bo'ladi. Transport xarajatlari ham katta muammo tug'dirishi mumkin. Shuningdek, qishloq joylarda yangi ijtimoiy xizmatlar haqida ma'lumot olish ham qiyinroq kechadi. Kimlar nisbatan tashvishlanmasligi kerak? Albatta, hech kim bu bilan xavfsiz emas, ammo quyidagi kategoriyadagi odamlar kelajakda ancha barqaror moliyaviy ahvolga ega bo'lishlari mumkin. 1. Muhim jamg'armalarga yoki sarmoyalarga ega bo'lganlar. Agar siz pensiya yoshingizga qadar pul yig'a olgan bo'lsangiz, uni bank depozitlariga, qimmatli qog'ozlarga yoki boshqa ishonchli sarmoyalarga kiritgan bo'lsangiz, bu sizga qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Masalan, bankdagi depozitdan olinadigan foizlar yoki ijara daromadlari sizning asosiy pensiyangizga katta yordam bo'ladi. Bu sarmoyalar inflyatsiyaning zararini qisman bo'lsa ham qoplashga yordam beradi. Real hayotdan misol 2 Dilfuza opa 6 yoshda. Davlat pensiyasidan tashqari u umr bo'yi o'ziga uy sotib olib, uni ijaraga bergan. Har oyda ijara haqi sifatida 3 million so'm daromad oladi. Bundan tashqari uning bankda kutilmagan holatlar uchun jamg'armasi bor. Farzandlari ham yaxshi ta'minlangan va onasiga muntazam yordam berishga tayyor. Dilfuza opaning sog'ligi ham nisbatan yaxshi, surunkali kasalliklari yo'q. Dilfuza opa Ahmad akadan farqli o'laroq nafaqat tirik qolish haqida, balki hayotdan zavqlanish haqida ham o'ylay oladi. U nabiralariga sovg'alar sotib oladi. Ba'zida chet elga sayohatga boradi, o'ziga qimmatroq dorilarni ham oladi. Uning moliyaviy mustaqilligi unga keksalikni xotirjam o'tkazish imkonini beradi. 2. Qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lganlar. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham kichik biznes bilan shug'ullanish, masalan, hunarmandchilik mahsulotlari sotish, repertorlik qilish, maslahat berish, part-time ishlash kabi imkoniyatlarga ega bo'lsangiz, bu sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Hatto kichik bo'lsa ham
qo'shimcha daromad pensiya to'lovlariga ishonishni kamaytiradi. Misol uchun, bir o'rta tilni yaxshi bilgan pensioner o'quvchilarga dars berib, oyga 1-2 million so'm qo'shimcha daromad topishi mumkin. 3. Yordam berishga qodir farzandlari yoki qarindoshlari borlar. Oilaviy yordam juda katta ahamiyatga ega. Agar farzandlaringiz sizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga qodir bo'lsa, bu sizning moliyaviy xavfsizligingizni oshiradi. Shu bilan birga, faqat farzandlarga suyanib qolish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki ularning ham o'z hayotlari va majburiyatlari borligini yodda tutish kerak. Qimmatbaho mulkka ega bo'lganlar, uy-joy, yer uchastkasi kabi qimmatbaho mulkka ega bo'lish favqulodda vaziyatlarda moliyaviy zaxira bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu mulkni sotish yoki ijaraga berish orqali ham daromad olish mumkin. Ikki asosiy qism, qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nyuanslar pensiya masalasida hamma narsa bir xil emas. Ba'zi guruhlar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Shuningdek, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan noaniq jihatlar mavjud. Qoidalardan istisnolar. 1. Maxsus kategoriyadagi pensionerlar. Urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, ba'zi xizmat turlari, masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar xodimlari, olimlar bo'yicha uzoq muddat ishlaganlar uchun pensiya miqdorlari yoki imtiyozlar farq qilishi mumkin. Bu guruhlar uchun davlat qo'shimcha himoya choralarini ko'radi. Masalan, urush faxriylariga pensiyadan tashqari ma'lum bir miqdorda moddiy yordamlar yoki kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar berilishi mumkin. Biroq shuni unutmaslik kerakki, hatto bu imtiyozlar ham inflyatsiya ta'siridan to'liq himoya qilmaydi. Inflyatsiya barcha pul birliklarining xarid qobiliyatini kamaytiradi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nafaqalar, pensiyalar va ijtimoiy xizmatlar ko'zda tutilgan. Bu imtiyozlar ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Lekin amalda bu imtiyozlar ham doim ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa murakkab tibbiy muolajalar yoki qimmat dorilar kerak bo'lganda. Tuzoqlar moliya piramidalari va firibgarlik sxemalari. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha tez bo'yish va'dalari bilan aldashga urinadigan firibgarlarning asosiy nishoniga aylanadi. Masalan, qisqa muddatda katta foyda va'da qiluvchi soxta sarmoyaviy kompaniyalar. To'g'ridan to'g'ri sotuvchi tarmoq marketingi sxemalari yoki shunchaki sizdan pulingizni olib qo'yib bo'ladigan firibgarlar. Agar biror taklif juda yaxshi tuyulsa, demak u shubhali. Har doim ehtiyot bo'ling va har qanday shubhali taklifni moliyaviy mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ahmad akaning qo'shnisi Salima opa xorijiy kompaniya reklamasiga ishonib, bor jamg'armasini kiritib, bir kechada hamma narsasidan ayrilgan. Kompaniya katta foizlar va'da qilgan, lekin aslida bu oddiy firibgarlik sxemasi bo'lib chiqqan. 2. Inflyatsiya ta'sirini e'tiborsiz qoldirish. Ko'pchilik o'zining pensiya miqdorini doimiy deb hisoblaydi va uning real xarid qobiliyatining pasayishini tushunmaydi. Natijada ular o'z byudjetlarini noto'g'ri rejalashtiradilar va kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladilar. Hatto bankdagi jamg'armalar ham, agar ularning foiz stavkasi inflyatsiyadan past bo'lsa, aslida qadrsizlanib boradi. Yashirin xarajatlar. Pensiyaga chiqqandan so'ng ba'zi odamlar kutilmagan xarajatlar bilan to'qnash kelishadi. Masalan, ilgari ish joyi orqali mavjud bo'lgan tibbiy sug'urta yoki imtiyozlar endi yo'q bo'lishi mumkin. Sog'liqni saqlash, uy-joy ta'mirlash, transport xarajatlari kutilgandan oshib ketishi mumkin. Ko'pchilikning fikricha, ishdan chiqqandan keyin xarajatlar kamayadi, lekin amalda ko'pincha buning aksi bo'ladi. Bo'sh vaqt ko'payadi. Odamlar ko'proq yo'lga chiqadi, nabiralar bilan ko'proq shug'ullanadi. Bularning barchasi qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Noaniq nyuanslar. 1. Mintaqaviy farqlar. Pensiyaning xarid qobiliyati mamlakatning turli mintaqalarida keskin farq qiladi. Toshkent shahrida 2 million so'mlik pensiya qishloq joylarga qaraganda ancha kamroq mahsulot va xizmatlarni sotib olishga yetadi. Toshkentda kommunal to'lovlar, transport, bozor narxlari qishloqlarga nisbatan yuqori. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududning narx-navo darajasini hisobga olish muhimdir. 2. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmog'i. O'zbekistonda kuchli oilaviy va mahalla tizimi mavjud bo'lsa-da, bu hamma joyda bir xil emas. Ba'zi odamlar oilasi yoki mahallasi tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin. Oilaviy yordamning borligi yoki yo'qligi pensiya yoshidagi odamning hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar tez-tez sodir bo'lishi mumkin.
Ba'zan bu o'zgarishlar kichik bandlarda yashiringan bo'lib, ular uzoq muddatda sizning pensiyangizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensiya yoshining o'zgarishi ish tojini hisoblash usullarining yangilanishi yoki pensiya miqdorini indeksatsiya qilish qoidalarining o'zgarishi. Shuning uchun pensiya qonunchiligini kuzatib borish va kerak bo'lganda huquqshunoslardan maslahat olish muhim. 4. Raqamli savodxonlikning ahamiyati. Bugungi kunda davlat xizmatlarining ko'pchiligi onlayn tizimga o'tmoqda. Bank xizmatlari, kommunal to'lovlar, hatto ba'zi tibbiy xizmatlar uchun ham raqamli savodxonlik zarur bo'lib qolmoqda. Raqamli dunyodan uzoq bo'lgan pensionerlar ba'zi imkoniyatlardan mahrum bo'lishlari yoki byurokratik jarayonlarda qiynalishlari mumkin. Farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan raqamli savodxonlikni o'rganishga yordam berishlarini so'rang. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy choralar. Bu videoning asosiy maqsadi shunchaki ogohlantirish emas, balki sizga aniq harakat rejasini berishdir. Biraz o'z vaziyatingizni baholang, daromadlaringizni hisoblang. Siz hozirda qancha pensiya olasiz? Qo'shimcha daromad manbalaringiz bormi? Ijara, kichik biznes, part-time ish, ularning umumiy miqdorini aniqlang. Xarajatlaringizni aniqlang. Har oyda qancha pulingiz oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dorilar, transport, kiyim-kechak, dam olish va boshqa ehtiyojlarga ketadi. Har bir xarajatni batafsil yozib chiqing. Uy-joy ta'mirlash, kutilmagan tibbiy xarajatlar kabi yiliga bir necha marta bo'ladigan xarajatlar uchun ham budjetingizda joy ajrating. Kamchiliklarni aniqlang. Agar daromadlaringiz xarajatlaringizdan kam bo'lsa, sizda moliyaviy muammo bor. Bu farqni qoplash uchun nima qilishingiz mumkinligini o'ylab ko'ring. Misol, mehnat faxriysi O'tkir aka o'z pensiyasining 20 million so'm ekanini biladi. U bir oyda qancha xarajat qilishini yozib chiqqanda, oziq-ovqatga 2 million, dorilarga 500 ming, kommunal to'lovlarga 320 ming, transportga 1 ming so'm ketishini aniqladi. Umumiy xarajatlari 2 million so'm. Ya'ni har oyda 100 ming so'm defitsit bor. O'tkir aka bu holatni tahlil qilib, kichik bog'ini obodonlashtirib, u yerda sabzavotlar yetishtirish orqali oziq-ovqat xarajatlarini qisman qoplashga qaror qildi. Bu uning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirdi. 2. Favqulodda holatlar uchun jamg'arma yaratish. Kamida 6 oylik yashash xarajatlaringizni qoplashga yetadigan miqdordagi pulni alohida saqlang. Bu pulni bankdagi muddatli depozitga qo'yish maqsadga muvofiq, toki u yerdan foiz daromadi ham tushsin. Bu jamg'arma kutilmagan tibbiy xarajatlar, uy ta'mirlash yoki boshqa shoshilinch ehtiyojlar uchun zaxira bo'ladi. Bu pulga tegmang. U faqat eng muhim shoshilinch holatlar uchungina saqlansin. Uch daromad manbalarini diversifikatsiya qilish. Part-time ish agar sog'lig'ingiz va kuchingiz yetadigani bo'lsa, yarim stavka ish topishni o'ylab ko'ring. Ba'zi kompaniyalar pensiya yoshidagi tajribali xodimlarni qadrlaydi. Masalan, hisobchi, kotiba, operator, postbon kabi lavozimlar mavjud bo'lishi mumkin. Hobbingizni daromadga aylantiring. Agar siz qo'l mehnati, tikuvchilik, to'quvchilik, hunarmandchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullansangiz, o'zingiz yaratgan mahsulotlarni sotish orqali qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Ba'zi pensionerlar uyda taom tayyorlab qo'shnilarga sotishadi. Mulkingizni ijaraga berish. Agar sizda ikkinchi uy, garaj yoki yer uchastkasi bo'lsa, uni ijaraga berish orqali muntazam daromad olish mumkin. Onlayn ish. Agar kompyuterdan foydalanishni bilsangiz, onlayn tarzda maslahat berish, matn terish, tarjima qilish kabi ishlarni bajarishingiz mumkin. Bu ayniqsa hozirgi raqamli davrda juda dolzarb. 4. Pensiya hisobotlaringizni doimiy ko'rib chiqish. Har yili pensiya jamg'armasidan o'zingizning shaxsiy hisobingiz holati bo'yicha ma'lumotnomani oling. Bu hujjatda sizning ish stajingiz, to'langan ijtimoiy ajratmalar miqdori va kutilayotgan pensiya miqdori haqida ma'lumot bo'ladi. Xatolarni tekshiring. Ba'zida ish beruvchilar ajratmalarni to'g'ri to'lamagan bo'lishi mumkin. Agar biron bir xato topsangiz, darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu kelajakda pensiyangiz miqdoriga katta ta'sir qilishi mumkin. 5. Moliyaviy maslahatchilar bilan maslahatlashish. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ishonchli moliyaviy maslahatchi bilan uchrashing. U sizga shaxsiy moliyaviy reja tuzishda, jamg'armalaringizni samarali sarmoyalashda yordam berishi mumkin. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va faqat litsenziyalangan ishonchli mutaxassislarga murojaat qiling. 6. Sog'lig'ingizga e'tibor bering. Sog'liq bu eng katta boylik deganlaridek. Muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'ting.
kasalliklarni oldini olish, ularni davolashdan ko'ra arzonroq va osonroq. Sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, bularning barchasi pensiya yoshingizda tibbiy xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi. Jismoniy faollik qon aylanishini yaxshilab, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. 7. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy kartalar, mulk hujjatlari, vasiyatnoma kabi muhim qog'ozlar doimo qo'l ostida bo'lsin. Ularning nusxalarini xavfsiz joyda saqlang va ishonchli oila a'zosiga ham bir nusxasini bering. Bu favqulodda vaziyatlarda juda muhim bo'ladi. Vasiyatnoma tuzishni o'ylab ko'ring. Bu sizning mol-mulkingiz kelajakda kimga o'tishini aniq belgilashga yordam beradi va oilangizdagi nizolarning oldini oladi. 8. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya miqdori va unga oid masalalar bo'yicha. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga. Ijtimoiy yordam, imtiyozlar bo'yicha mahalla qo'mitasi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlari, moliyaviy maslahat bo'yicha. Litsenziyalangan banklar yoki moliyaviy tashkilotlar. Huquqiy maslahat bo'yicha advokatlar yoki yuridik xizmat ko'rsatish markazlari. Bularning barchasini amalga oshirish qiyin tuyulishi mumkin. Ammo hozirdanoq kichik qadamlar tashlash kelajakda sizni ancha yirik muammolardan qutqaradi. Xulosa va yakuniy murojaat, qadrli tomoshabinlar, bugun biz og'ir, ammo juda muhim mavzuni muhokama qildik. Eng yomoniga tayyorlaning degan ibora umidsizlikka tushish emas, balki realistik fikrlash va hozirdan harakat qilishga chaqiriqdir. Moliyaviy xavfsizlik bu tasodif emas, balki puxta rejalashtirish va doimiy mehnat natijasidir. Keksalikni xotirjam o'tkazish har biringizning qo'lingizda. Men aytgan maslahatlar va misollar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni o'zingizga yaqinlar bilan, ayniqsa pensiya yoshidagi ota-onangiz, bobo-buvalaringiz bilan baham ko'ring. Chunki birgalikda har qanday qiyinchilikni yengib o'tish mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu video haqida nima deb o'ylaysiz? Siz o'zingizni kelajakdagi qiyinchiliklardan himoya qilish uchun qanday choralar ko'ryapsiz? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va kelajak uchun hozirdan tayyorlaning.